Yangilanayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasi har bir fuqaroning hayot sifati, barqaror ish o'rinlari, daromadlar oshishi va kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlashga qaratilgan kompleks dasturdir. Unda belgilangan ustuvor vazifalar keng jamoatchilik tomonidan o'rganilmoqda. Respublika ma'naviyat targ'ibotchilarining ishtirokida Namangan shahrida bir guruh faollar bilan o'tkazilgan seminarda ham ushbu muhim strategik hujjatning yangi O'zbekiston taraqqiyotidagi o'rni, islohotlarning inson qadrini ulug'lashga qaratilgani alohida ta'kidlandi. Targ'ibot seminari Respublika ma'naviyat va ma'rifat guruhi a'zolari, taniqli professor, olimlar, yozuvchilar, viloyatimizdagi ziyoli faollar, nuroniylar hamda ma'naviyat targ'ibotchilarini bir joyga jamladi. Asosiy maqsad Prezident murojaatnomasi, Xavfsizlik kengashi yig'ilishida bildirilgan ustuvor vazifalar hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqur anglashga qaratildi. Uchrashuv muloqotda Xavfsizlik kengashi yig'ilishida ko'rilgan masalalarga alohida to'xtalib o'tildi. Mamlakat harbiy salohiyatini oshirish, milliy xavfsizlik konsepsiyasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, shu bilan birga yoshlar o'rtasida giyohvandlik illatini oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirish jamiyat barqarorligi uchun muhim vazifa ekani ta'kidlandi. Ta'lim-tarbiya masalasida bolalarimizdagi ilgarigi davr bilan men qisqa davrlarda solishtirib ko'raman. Qishloqda bolalar ham shaharga tushib, bugun kapital, inson kapital deydi. Bolalarni o'qituvchi endi mablag' sarflayapmiz. Qolgan hammasi davlat tomonidan bo'lyapti endi. Yoshlar tarbiyasiga deyilyapti. Mana nuroniylar, prezidentimiz aytayapti, bilim, muallim deyapti. Mana shuni natijalari ko'rinyapti hozir. Bolalarimiz chetda o'qishi, bilim, bu yangilikka intiluvchanlik, investitsiyalar kirib kelishi, texnologiyani kirib kelishi. Demak, bugungi prezidentimiz qo'ygan vazifalarni hammamiz 6 yo'nalish bo'yicha taraqqiyotni yangi yo'llarga hammamiz madad bersak, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Darhaqiqat, kambag'allikni qisqartirishning eng samarali yo'li aholini ish bilan ta'minlash ekani alohida qayd etildi. Ma'lum qilinishicha, 2025-yilda 5 million nafar aholi daromadli mehnat bilan ta'minlanib, ishsizlik darajasi 5,5% dan 4,9% ga pasaygan. Bugungi kunda xalqimizning islohotlarga bo'lgan munosabatini yanada faollashtirish, tarbiya va ma'rifatga e'tiborni kuchaytirish, milliy va ma'naviy qadriyatlarimizni ulug'lash har birimiz uchun muhim vazifadir. Davlatimiz rahbarining murojaatnomalari, Umum xavfsizlik kengashida belgilangan vazifalar juda ham bir g'oyaviy, ta'sirli tarzda bizga yetkazildi. Biz albatta bugungi olgan bilimlarimizni hududlarga borganda ma'naviy ma'rifiy sohada aholimizga yetkazishda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatlarga o'zlarida daxldorlik hissini olib, barchamizda bir hayot baxshurimizga, tafakkurimizga, ongimizga singdirishdan iborat. Ma'naviy ma'rifiy uchrashuv vatan haqidagi kuy-qo'shiqlar bilan yanada fayzli bo'ldi.